ayollarni top 5 erogen zonalar. Yaxshilab eshitinglar. Birinchisi barmoqlar oralari. Mayin harakatlar. Taning jimbirlab ketadi, o'zing kiritib ko'rsang ham. Keyingisi quloq va quloq orqasi. Bo'yin, uchinchisi. To'rtinchisi ko'krak va ko'krak uchlari. Beshinchisi eng kuchli joy bu klitor. Bu yerda erkaklarga nisbatan 2 barobar ko'p nerv bor. 8000 nerv bo'ladi. Erkaklarning golovkasida 4000 dana nerv bor. Eng kuchli joyi bu klitor. Klitordan netib emas, astan mayin harakatlar bilan desangiz, ana shunda erogen zonalari chotki stimulyatsiya bo'ladi, orgazmni chotki oladi ayollar. Endi yana bir narsa bor. Ayolingizdan buni so'rang. Nov yoqadi, nov yoqmaydi. Har kimda bu har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng birinchi navbatda ayolingiz bilan o'tirib, uyalmang, ochiqchasini bu gaplashib olishingiz kerak. Sana nov yoqadi, menga nov yoqadi, nov yoqmaydi, hammasini bilib olish kerak bor. Bu videoni uylanmagan jo'ralarga yuborib qo'yinglar. Azoblash xizmatida.